A, B are constants. A is not equal to 0. Limit is given. Find A plus B degan. Odatda misollar shu ko'rinishda bo'ladi. A, B some constantlar bo'ladi va shularni topish so'raladi. Misol uchun x a ga intilganda buni qo'yib ko'radigan bo'lsak, mahrajiga 0 bo'lib qoladi. Mahraj 0 bo'lyapti. Buni bilmadik. Some constant bo'lishi mumkin. Misol uchun surati some constant chiqadigan bo'lsa, tasavvur qilaylik. Constant chiqdi surati, mahraji 0. Constant bo'lingan 0 bu undefined, bilib bo'lmaydi. Undefined bo'ladi. Shuning uchun ham surat ham 0 bo'lishi kerak degan shart qo'yamiz bu yerda. x a ga intilganda mahraj 0 bo'lyapti. Demak, bundan kelib chiqdi surat ham 0 bo'lishi kerak degani. Misol uchun buni polinomial deb oladigan bo'lsam, x kvadrat kx plus b. Mana shu polinomialda bitta ilida a bo'lishi kerak yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, pa 0 bo'lishi kerak. Yoki buni mana bu ko'rinishda ham yozib olsak bo'ladi. X minus a bu yoqda qanaqadir something bo'lishi mumkin. Okay, shu informatsiyadan foydalanib p ga a qo'yib ko'ramiz. Pa a square 2a square plus b. Bu 0 bo'lishi kerak. Okay, 0 taqsim 0 bo'ldi. Endi laptop bundan foydalanib ishlasak bo'ladi. Surat va mahrajdan hozir olamiz. Mahrajni hozirlasi 1, suratdan oladigan bo'lsak 2x plus 2a. Okay, a'ni qo'yamiz. 4a bo'ladi teng 2b. Bu yerdan b teng 2a kelib chiqdi. Okay, back substitution qilamiz. Buni b ni o'rniga qo'yaman. Bu yerdan 3a kvadrat plus 2a teng 0 kelib chiqadi. Bu yerdan a teng a'larni tashlab yuborsak bo'ladi, chunki a 0 ga teng emas degan sharti bor. Minus 2 taqsim 3. Va bu yerga substitution qiladigan bo'lsak, 4 taqsim 3. Finally, a plus b minus 2 over 3 minus 4 over 3 minus 6 over 3 minus 2. Javobimiz shu bo'ladi.